umuman gap bizni yurtimizni, O'zbekistonimizni temir yo'llari haqida gap ketar ekan. Men o'zim ham har doim mana san'atkorlarimiz yo'llarda yuramiz, gastrollarda yuramiz. Yurtimizning eng chekka joylariga boramiz. Buxoro, Xorazm, Samarqand, ana shunday joylarga albatta bizni temir yo'l xizmatlari a'lo darajada bizga xizmat qilishadi. Shimoliy vokzalimiz, janubiy vokzalimizni hammasida bo'lganman. Ayniqsa ularning binolari, tozalikka rioya qilishlari, qolaversa ana shu har bir xodimga, vokzalda keluvchilarga, ketuvchilarga bo'ladigan munosabatlarni ko'rib, o'zim haqiqatdan ham hayratda qolganman. Temir yo'l xizmatlarida xizmat qilayotgan xodimlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hamisha sog' bo'linglar, vokzallarimizga hech qachon ko'z tegmasin. Har doim kelganda albatta qayerga jo'namoqchi bo'lsangiz yoki ketmoqchi bo'lsangiz, kelmoqchi bo'lsangiz, biletlarimiz ham kassalarda muhayyo hamda xodimlarimiz bizlarga xizmatda. Sog' bo'linglar.